kulrang deydimi? Ey, mushugingiz buncha chiroyli, rahmat. Erkaklardan faqat men do'st bo'la olaman sizga. Ha, shunaqa deb keyin siz ham sekin so'kishni boshlaysiz, sekin sansirashni boshlaysizmikin? Voy qizim, qoching. Jakotingiz maqtandingizda. Серый mushugim bo'lsa вообще прям боевой-da. Прям вообще прям deydigan mushuklardan bo'ladi-yu, o'sha серый mushugim. A bu pikmi. Прям pikmi-da bu. Pikmi-da bu. O'cha mushuk o'sha. Mana dumini qaranglar. O'zi buni tuqi shunaqa o'zi. Hozir просто kestirilganda tuqi. Sizlar ajoyibmisizlar. Bir qarasa серый mushuk yopishib qoldi, bir qarasa bu yopishib qoldi, bilmayman. Juda bugun mehringlar oshib, jo'shib ketyaptimi, bilmayman. Ovqat kerak bo'lyapti. Mana bu pol bor, mana bu pol. Bunda chuvotdi, bunda sirpanyapti-da, ko'rsanglar, mana bu bardak bo'lib yotishini qaranglar. Qachon bu qiz bolaning uyimi shu? Ужас. Egasiga o'xshamasa bo'lmaydi-da. Yo, endi men bunaqa pikmi, men вообще pikmi emasman men. Men вообще pikmi emasman men. Men pikmi bo'lganimda bilmadim. Men pikmi bo'lganimda, bolalarni olib borib kelardim pikmi bo'lganimda. Qochinchi bolam? Men слишком shattakiman. Seriymi? Ha, seriy xarakteri da meniki bilan o'xshash. Svet yo'qi. Ko'rasiz, faqat kayfiyatingizni ko'taradigan do'st bo'laman. Ishondik gapingizga, ishondik. Ishonib ko'raylikmi? Agar shu odam ham bor-u, mana bir ikkitasiga o'xshagan odam bo'lsa, qaranglar, lekin bor-u. Shu odamni bigodan udalить qildirib boramiz. Nima bor endi bu yerda? Salom. Черный дельфин. Lili. Akkaunt mabodo sizniki emasmi, yaxshi qiz? Oldimini, ey mushuk. Ey mushuk, oldimini. Virtualda hammang bir ko'rsanlar. Bitta shamol mehribonchilik qilib bor xotiningga mehr. Assalomu alaykum. Voy, massaj qilyapti meni. Bo'ldi, shu oldi. Qochib turing, qizim. Sizni qizg'onyapti. Gapirmang. Mushukning ko'zlari chiroyli ekan, ha. Nima kerak bo'lyapti, qizim? Sizga ayting, nima kerak bo'lyapti? Mehr kerak bo'lyapti. Qancha mehr beray sizga? Tavba qilsam, zalga borsam, seriy mushuk tinch qo'ymayapti. Bu yoqqa kelsam, oq mushuk. Ikkalasini bitta qilib qo'ysam, bir-birini o'ldirib qo'yadi, ishonasizlarmi? 2,5 hafta o'tdi, lekin bir-biri bilan hech ham chiqisha olmayapti. Kamerani yopib qo'yishini qarang, gapirmang. Yerga bering. Yo'q, bu hali chechkasi boshlanmadi, endi 6 oylik, hali kichkina bu. To'g'ri-da, o'zidan mehribon insonni yoqadi. Nelu, bu qayerdan olgansiz? Mushunimi? Xohlasangiz sotaman, ishoning, sotaman. 7 millionga olaman, 7 millionga sotaman. Hamma narsasi bor, dokument, hamma narsasi. Prosta o'rtog'im sotib yubordi-da. Prosta yaxshi odam bo'lsa sotib yuboraman, lekin bitta puliga ham emas, yaxshi odam bo'lsa realni sotib yuboraman. Xumorga sotmoqchi bo'ldim, prosta xumor mushuklarga yaxshi qaramaydi-da. O'shaning uchun. O'zini mushugini ham podizga chiqarib yuboribdi. Xotinni joyi. Siznikizni слишком adekvatniy deb yozib oling. Gapirmang boru.
Paxta ham kerak. Necha oylikda erga berasiz? O'zi chechkasi boshlanadi, bilinadi, o'zi baqirishi boshlaydi, o'zi yig'lash boshlaydi. Bu qiz ham izlagani kirmagan, zerikib vaqtini o'tkazgani kirgandir. Shunaqa lekin Insta sotadigan bor, sotib beradilar. Ha, anaqani aytyapsiz shekilli, zidan ketadi o'sha bolani ismi. Shu bola ham bir 5-6 yillar oldin menga turmushga chiqing qilgan edilar. Shundan beri blokka tiqib qo'yganman. Burningiz oqyaptimi? Yo'q. Po'shon. Lekin bir tarafdan berib yuborgim ham kelmaydi bu lilini. O'zimni mehrim tushib qoldi-da. Erga tegisi kelsa ham yig'laydimi shu? Yig'lamaydi anu. Jalbni ovoz chiqaradi, tipa yig'lamsirab ovoz chiqaradi. Tipa tushundinglar? Mana обычный miyo emas-da. Anu qiynalgan miyo, tushundinglar? Voy, yana kommentariy yo'q bo'lib qoldi. Mani erkalaymish. Boshqa qiladigan ishim yo'q. Ersiragan miyo deng-da. Ersiragan miyo. Prям shunaqa yoqmaydi, ishoninglar, ovozi shunaqa yoqmaydi. Voy. Shunaqa xunuk miyolaydi, ishonasizlarmi? Обычный miyo emas-da u. Zerikdingiz? Ha, gapirmang, zerikdim. Tug'sa vashcha qiynalasiz ekan. Lekin shunaqa tug'sa endi babir shuncha chaqaloq, endi babir shular ham chaqaloqdek babir. Siz realmisiz, oyqiz? Yo'q, men как его? Anu. Boru. Intellekt, sun'iy intellektmanman, aka. Men o'zi haqiqiy emasman. Bitta yo'lab bering. Yo'q. Yo sun'iy effekt. Yo bizada effekt yo'q, aka. Bizaga effekt yo'q. Men, например, o'tgan safar mavahumorlarni efirga bitta qaruvdim. Voy, onasini emsin efiri bor ekanda. Voy, shunaqa yoqmadi anaqa effekti. Efir dedim hozir. Effekt dedim. Effekti bor ekanda, yoqmayapti-da. Ani effekti bor. Voy, men naqib o'tiribman-da. O'rta qarab turib efirimga deyapti, men naqib o'tiribman-da. Yoqmayapti ana effekti, ishonasizlar? Menga effektli tushmaydi ko'pi. Siz qayerdansiz? Men Qirg'izistonliman. Sevgini kim? Sevgi bor. Endi bilmadim. Sizga, да, возможно, puldir. Но sevgi далеко не pul. To'g'risi ham-da, ha, qizim, yaxshi o'tiribsizmi bolam? Onanib dedi. Qirg'izga o'xshamaysiz, o'xshaysizmi? Demakda Qirg'izistonda faqat qirg'izlar yashaydi. Qirg'izistonda o'zbek, tojiklar ham bor. So'king, bu qiz so'kmas ekan, xijolat bo'lyaptilar. Ikkinchi mushugingizni ko'rsating. Ikkinchi mushugimmi? Sonya. Kel kızım, ma. Sonya. Keling manga. Oy jonim, mana kızım. Ana mana. Главный kızım. Buni man 10 ming, 100 ming dollarlarga ham alishmayman. Bu mana jonim-de, bu mana jonim-de. Bu ham qiz. Kızım. Oy jonim. Oy loloy. Кушать будем? Кушать будем, да? Давай, кушать будем. Qo'rqoqsizmi? Siz g'alatmisiz, opa? Aka, kimsiz? Mahallamizda ham Sonya g'iybatchi bor. Kelasi 5 tadan tug'sa tamom, siz gapirmang. Nega Sonya? Chunki ko'p uxlaydi. Ko'p uxlaganlarni bilsanglar, ruslar Sonya deyishadi. O'shaning uchun Sonya deb ism qo'yilgan bunga.
Yo'q-da, Sonya istivali, balandlik. Iji. Moskvadamisiz-ku, Toshkentdami? Toshkentda. Hammasini erga berasiz, qudali andali bo'lasiz afan. Mushukni nima deb Sofiya, qarang qo'yinlaringiz aynigandan to'g'ri yoza olmayapsiz ham. Ko'p ruslar mushugiga Sonya deb ism qo'yadi. Bitta mushuga emas, mani buvimlarni ruslar Sonya deyishadi. Chunki Savrinisoda endi bilasizlar, eski ismlar mana bunaqa Niso, bir nima shunaqa ismlar ko'p bo'lgan oldin. И вот. O'tgan safar nima? Buvimlar ham ha deydilar mushugimga qarab. Ha, adash deydilar mani buvimlar mushugimga qarab. Undan ko'ra o'g'il bolani opkin ya. Opkin. Shundan mushuga mehr berishdan ko'ra zino qilish yaxshiroq deysiz-da. Ha, sizni logikangizga. Ona olib keting, mayli, qo'yaverasiz endi-da. Shunaqa deysiz-da, to'g'rimi? Mushuga mehr bergandan ko'ra shunaqa deyaptilar-da. Mushuga bergandan ko'ra, mushuga o'pgandan ko'ra, mushuga mehr bergandan ko'ra deyaptilar. Bitta bolani o'pgan yaxshi deyaptilar-da hozir. Shunda zino yaxshiroq bo'lyaptimi shunda mushuga mehr berishdan? Logika qani o'zi? Logika qayerdadir chakib o'tiribdi orasini hamsa. Logika ilaga yo'man. Yo'man logika ilaga. Shuni ovqatini hidi yoqmaydi shu. Ba'zida yoqadi lekin. Salom erkak bo'lganmiz. Ha, adashganda. Lekin menga qiziqish shart emas, baribir bermayman. Qancha bir nima gaplarni taxlab yozib tashlasangiz ham, bir tiyin. Endi aytaman-da endi. Siz vignet qilmaysiz. Menga